Shok xabar. Real Madrid bir emas, ikki yulduzidan ayrildi. Mavsum tugadi. Madridda yana og'ir zarba. Dunyoning eng kuchli klublaridan biri Real Madrid uchun mavsum eng muhim pallaga kirgan bir paytda kutilmagan muammo yuzaga keldi. Va bu safar gap oddiy rotatsiya haqida emas. Ikki muhim futbolchi mavsumni yakunladi. Bular kimlar? Kimlar safdan chiqdi? Bu futbolchilar Eder Militao, Arda Güler. Ikkalasi ham jamoa uchun muhim figura hisoblanadi. Jarohat sababi klub rasmiy ma'lumot berdi. Sonining orqa mushagi, ya'ni biceps femoris jarohati. Bu juda noqulay jarohat bo'lib, tez tiklanmaydi. Qaytalanish xavfi bor. To'liq tiklanish vaqt talab qiladi. Shu sababli qaror qabul qilindi. Mavsum yakunlandi. Nima uchun bu katta muammo? Militao himoya ustuni. Eder Militao bu markaziy himoya lideri. Tezkor va kuchli, katta o'yinlar tajribasi. Uning yo'qligi himoyada katta bo'shliq keltirib chiqaradi. Arda Güler kelajak yulduzi. Arda Güler esa kreativ, texnika va yosh iste'dod sohibi. U hali to'liq ochilmagan, ammo potensiali juda katta. Eng yomon vaqtda jarohat. Bu jarohatlar aynan eng muhim paytda yuz berdi. U hozir La Liga oxiri bosqichida chempionlik uchun kurash davom etmoqda. Turnir holati hozirgi vaziyatda Real Madrid 73 ochko, Barselona esa 82 ochko farq bilan 9 ochko. Bu juda katta tafovut. Chempionlik umidi bormi? Nazariy jihatdan ha, amalda juda qiyin. Endi esa asosiy himoyachi yo'q. Yosh kreativ futbolchi ham yo'q. Bu esa imkoniyatlarni yanada kamaytiradi. Real o'zgardi. Endi klub boshqa strategiyaga o'tadi. Yosh futbolchilarni sinash, asosiy tarkibni saqlash, keyingi mavsumga tayyorgarlik. Jahon chempionati 2026 asosiy maqsad. Eng qiziq tomoni, ikkala futbolchi ham e'tiborni boshqa narsaga qaratgan. 2026-yilgi jahon chempionati. Ular to'liq tiklanmoqchi, formani qaytarmoqchi, milliy jamoa uchun tayyor bo'lmoqchi. Bu qaror to'g'rimi? Ko'pchilik shunday deydi. Risk qilgandan ko'ra dam olish yaxshiroq, chunki noto'g'ri qaytish yana jarohat va uzoq tanaffusga olib keladi. Real uchun bu nima degani? Bu degani tarkib chuqurligi sinovdan o'tadi. Murabbiy qarorlari muhim bo'ladi. Jamoa xarakter ko'rsatishi kerak bo'ladi. Psixologik bosim. Bunday vaziyatda futbolchilar bosim ostida bo'ladi. Muxlislar talab qiladi. Natija kerak bo'ladi. Bu esa jamoani sindirishi yoki kuchaytirishi mumkin. Keyingi mavsum bu jarohatlar yozgi transferlarga ta'sir qiladi. Ehtimol yangi himoyachi olinadi, yarim himoyachi kuchaytiriladi. Eng katta savol: Real bu zarbadan chiqib keta oladimi? Chempionlik uchun kurash davom etadimi yoki bu mavsum tugaydimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Xulosa: bir narsa aniq. Futbol kutilmagan o'yin. Bugun kuchlisan, ertaga jarohat va hozir siz ko'rib turgan ishlar. Real Madrid sinov oldida turibdi. Agar siz ham futbol olamidagi eng tezkor yangiliklar, shok voqealar va yashirin faktlarni birinchilardan bo'lib, birinchi bilmoqchi bo'lsangiz, albatta Secret X kanaliga obuna bo'ling. Chunki bu yerda haqiqiy futbol boshlanadi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Fikrlaringiz biz uchun muhim. Har bir ko'rgan videoingiz bu shunchaki kontent emas, bu muloqot. Shuning uchun o'z fikringizni kommentariyada albatta bo'lishing. Biz ularni diqqat bilan o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Siz yozgan har bir izoh biz uchun qadrli. Sizning e'tiboringiz bizni yanada kuchli qiladi. Kanalimiz rivoji aynan siz tomoshabinlarga bog'liq. Har bir obuna va har bir like bu biz uchun katta qo'llab-quvvatlash. Obuna bo'ling va ushbu o'sishga o'z hissangizni qo'shing.
Birgalikda u kanalni yanada yuqoriga olib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz buni qadrlaymiz.